Hammaga salyut, sizlar bilan Get Ready With Me. Bugun Subway Surf'dagi qizni obrazni qilib ko'rmoqchiman. O'xsharmikan bilmayman, qani ketdi. Pastimizga qizil shortik kiydim. Endi pastimizga yana bitta jinsi kiyish kerak. Shunga o'ylayapman va shu jinsimni tanlashga qaror qildim. Meni eng yaxshi ko'rgan jinsim qani ketdi. Wow, chiroyliligini qaranglar, o'zimga yoqib tushdi. Girl, tanishaylik. Endi tepamizga o'ylab ko'rdim. Bu maykani kiymoqchi edim, slishkam ochiq men uchun. O'yladim-da, buni kiydim. Bu mayka slishkam ochiq men uchun. Shuning uchun ham to'xtab turinglar. Nima qilsam bo'lar ekan deb o'ylab, ikkitasini bittada qilib qo'yaveray dedim va shapkani o'rniga bandana kiymoqchiman, chunki issiq va kiyib ko'rdim. Ko'rib turibsizlar? Voila girls, chiroyliligini qaranglar. Wow, o'xshadi deb o'ylayapman. Menga juda ham yoqdi orqadan ham. Endi oyog'imga shunaqa krossovka kiymoqchi edim, lekin oyog'im urib oldi. Palakat deydi-yu, sekin asta sinib ham urib oldim. Shuning uchun ham obrazimizni cho'tga chiqmas bo'lmasdi. Bitta bo'yoq yetmayapti. Qilib bo'yagani. Voila girls, o'zimni yoshligimga qaytgandek his qilaman. Bu endi o'zimdan bitta sumka qo'shmoqchiman, to'g'ri keladi deb o'ylayapman. Qaranglar. Girls, o'zlarining fikrlarini bildiringlar. U tashki bo'lish kerak edi, shuning uchun ham ochki kiyishga qaror qildim. Mana solishtirsalaring bo'ladi. O'xshadi deb o'ylaysizlarmi? Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Hammani quchoqladim.